Yuqori Chirchiqning eng boy tadbirkorlar haqida gaplashamizmi? Bugun risk haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsanglar, kamerani qo'ying. Umumiy budjeti necha pul? 1 million. Seli vagon olish qachon niyat? Malka olgandirmiz deylik. Va 150 ming dollar asfalt qo'ydik. Kartoshkani narxsiz qo'yar ekansizlar bunda. Javlon akada qancha puli bor? Mashina ko'p. Nechta aka? 7 ta. Birinchi yil 10 mingni baklanlarga yedirib 10 ming dollarni baklanga yedirib oldi. 500 dollar Javlon akadan kommentariyaga yozinglar. degan bo'lsak 1000 tonna mahsulotni saqlab bera olamiz. Xo'p, Timur. Konkret sizlarga konkret kim? Javlon aka nechta xotini bor? Tadbirkor deysizmi, biznesmen deysizmi, motivatsiya deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar. Обязательно YouTube'ga обязательно obuna bo'lib qo'ying. Javlon aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Bu intervyu o'zidan o'zi bo'lmayapti. Ancha o'ylandik. Ancha. Biz xonadon, kichkina vatanimiz, vatan xonadondan boshlanadi, bekorga aytilmaydi. Biz joydan boshlanadi ishimiz. Xo'p, hammaga qiziqdi. Sraz pul haqida gaplashdik yoki nimadirlar haqida gap. Unaqa qilmaylik. Nechta o'tdi joy? 24, ikkita uchastka. 12 dan 24. Hammamiz uyda bo'layotgan uchastka. Основной joyiga uy solingan, orqa tarafda bog'imiz bor. Adamlar barpo qilgan bog'. O'sha. Endi qishloq joyda mol-hol, tovuq deganda ozgina tuxum o'zimizdan chiqadi zato deydi. Damashlik. Kayfiyat a'lo darajada. Xo'p, buni birinchi qayerdan boshlaymiz? Birinchi ertalab boshlaydigan joyimiz sportzaldan boshlaymiz. Qani ketib Ertalab yuvinib yuringlar. Marhamat. 24 sotik joy bu yozda dam olib, letniy tafsanimiz. O'ta dam olasiz. Yozda choy ichadigan oilaviy. Shu toza havoda. Narigi tarafimiz bog'. Bu taraflarimiz letniy kuxnya bo'lsa, endi hali nariyog'imiz bilyardni zona qilganmiz. Qiziqasizmi? Hali endi qo'ymaganmiz endi, xudo Ha, xolasa. endi, ha. Musulmonchilik asta degan bilan. Xo'p, qat'iy kiramiz. Bu yerdan boshlaymiz. Sport zalim kichkina. Bu yerga necha pul ketgan? Yo'q, ketganmi? 8-9 ming, 10 minggacha ketgan. Endi birdaniga ketmagan. Misol uchun avvalo birinchi niyat bo'lgan, qilaman, uy qursam, обязательно bitta xonasini bo'laman, ajrataman deb. Endi daromadga qarab, topishga qarab bittasini olganman, ikkinchisini olganman. Har bitta detal olganingizda ham mana bular ham qo'lingizga osib, xudnika osib olsangiz bo'ladi. Hamma narsa ko'p endi bu yoqda. Mayda-chuda. Qiziqib ham bittasidan ham aylanib chiqsangiz ham kun davomida o'zi normalniy. Shu o'zida bir 10 ming bor. Bor. Hisoblab turinglar. Keyin hali gaplashamiz. Nega ayta olmasligini hisoblab turinglar. Buni hali oxirida ko'rib turasizlar. Javlon Hasanov qayerda choy ichadi? Nima ichadi? Yoki restoranga borib choy ichadimi? Yo'q. Endi основной harakat qilamiz. Uyda ko'proq ovqat ichishga, endi ovqatlanishga, oilaga ko'proq vaqt ajratishga, endi ishimiz sal ko'chada bo'lgani uchun o'zi ko'chada ko'proq ovqatlanamiz. Endi ko'pchilik o'ylaydi, shu uyda ovqatlanmasa kerak deb. Lekin aslida uyda ovqat yetmaydi. Necha kun uyda bo'lasiz? Haftasiga 4 kun, 5 kun uyda bo'lishga harakat qilamiz. Znash, zavtrak ham boshqa yerda ekanda. Har kuni oilaviy shu yerda zavtrak qilasizlar. Zavtrak shu yerda, zavtrak. Obed o'zim. Endi oilaviy shu yerda mehmonlar kelsa, mehmonxonamiz bu yoqda. Kommentarda yozsanglar kerak, boshqa xonani ko'rsatinglar, uni ko'rsatinglar, buni ko'rsatinglar. Ko'rsatamiz, sabr qilinglar. Hammasini ko'rsatamiz. Nechta mashinangiz bor? Mashina ko'p. Nechta aka? 7 ta. 7 ta. Oxirgi o'zingiz haydaydigan mashinangiz qaysi? Endi Trailblazer olganmiz. Endi qiziqishga bog'liq qilib mashinani olganmiz. Ovga qiziqamiz. Offroadga qiziqamiz. Shu endi dehqonchilik qilamiz orada. Risk 24 mingga olganman, uni 8 mingni og'aynim qo'shgan. Birla pastda yuramiz aka, mendan ham deb turib 8 mingni og'aynim qo'shgan. Qaysidir gap esingizga tushmayaptimi? Ana aytgandim, уже kelsam mashina tayyor ekan dedi-yu. Qaysidir gaplar esingizga tushmayaptimi? Olganmiz, endi ozgina nima qilganmiz, navorot qilganmiz. Navorotga 3 ming pul ketgan endi. Samarqand, Registon, ota-bobomiz Amir Temur barpo qilgan. Biz kimligimizni bilish nimalarga qarang deb aytib ketilgan. Chunki endi mehmondo'st xalqimiz, o'zbekmiz. Endi o'zimni tanishtirsam, o'zim o'zbekman. Onalarimiz tarafdan biz qozoqlarga uylanganmiz. Otam ham, adam ham, men ham shu qozoqlarga uylanganmiz. Chunki endi mehmondo'st xalqmiz, endi o'zbek bo'lgandan keyin mehmonlarimiz kelgan paytda bu Registonni ko'radida, bu qayerda joylashgan, nima bu deb aytadi, Samarqand. Yana bir savol qiziq, necha pul ketgan?
Qancha vaqt ketgan? 2 oy chizishgan. 1,5 ming, 1,700 ketdi. Hisoblab turing. Tandirni ko'ryapman. Hop. Nima uchun aka? Endi Hammamiz non sotib hammamiz olyapmiz. yoshlikda tandir non yeb katta bo'lganmiz. Kenayam tandirda non yopadi. Endi har kun bo'lmasa ham bir oyda bir marta yoptiradi. Tandirda non sog'ingan paytda aytiladi. Tandirga non yopib beradi. Hozir endi baliq hovuzimizga boramiz. Baliqqa boramiz. Baliqingiz ham bor. Yigit kishiga 40 hunar rozi deydi. O'shanga ozgina qiziqishimiz baliqqa ham tushgan. Abid baliq. Baliq bir nomer 1. Nomer 1mi? Xudo xolasa, mana bu yuqori chirchiqda, mana bu daryoning suvi toza bo'lgani hisobidan 2 yildan beri nomer 1 baliqning mazasi bo'yicha bizni baliq endi maqtanish emas-ku. Bu baliq yemini oladigan joyda o'zi olib ketadi, o'zi restoranlarga tarqatadi. Ularning o'z nominatsiyasi bor ekan, biz uni bilmaymiz 2 yildan beri. Bu yil bilib qoldik, shu 2 yildan beri bizni balig'imiz nomer 1, mahalladan ham so'rasangiz bo'ladi. Yig'im-terim paytida mahallaga ham 3 gektarlik joy, salkam. salkam 3 gektar. Salkam 3 gektar. Nechta ishchingiz bor? Mavsumiy bu yoqda 3 ta ishchi ishlaydi. Endi yem beradigan paytda 2 ta ishchi olamiz. Glavniy bu yoqda G'ayrat degan amakim o'g'li aytib o'tganimdek, ish yurituvchi, nazoratni o'sha qiladi. Bangillarda ana ishlarga qarshi. Ata yeb ketadi. Baqlan degan anaqa bo'ladi. Baqlan degan bo'ladi. Baqlanimiz Bu bo'ladi. joylarni ochishimizda boshida kelganda to'qayzor, mana chakalakzor, balchiqzor bo'lib yotar edi. Keldik, qaradim. Qarasam kattaroq joy bor ekan. Buni polni texnikalarni olib kelib, nimalarni yuz qatlamini oldik, keyin shag'al chiqib berdi. Bu shag'alni oldikda mana yo'lga to'shadik, polni rost yo'l barpo qildik. Obod qildik, o'radik perimetrlarni. Kechasi bilan mana nimalarimiz bor. Stalbalar qo'yilgan, proyektorlar qo'yilgan. Keyin stalbalarimizni teglarini qarasanglar, dachik движениялар bor. Kechqurun ketayotganda dachik движенияni qo'shib ketsa, любой paytda signal keladi. Zamonaviy. Va kameralar, speedum kameralar bor, 360 aylanib videoga olib turadi. Qisqa qilib aytganda, hech kim kira olmaydi. Sizdan boshqa. Ruxsatimiz. Ruxsatingizni hech kim kira olmaydi. Hech kim anta o'tirib olib, qarmonni mana bunaqa otadigan. Endi baliqda eng glavniy dushmani shu o'g'irlar bo'ladi ekan. O'shandan asrab olsangiz, natija yaxshi bo'laveradi. Nechta dona balig'imiz bor hozir? Mo'ljallaysiz. Sir bo'lib qolaversin. Sir ekan. Biznes siri bo'ladi. Biznes siri ekan, ko'ryapsizlar. O'zingizlar hisoblab olasizlar. Yanvar oyining oxiri, fevral oyining 10'larigacha o'zi xudo xolasa yig'ib olamiz. Fish office deyiladi, endi baliq hovuzimiz ofisi. Xo'p, aka siz bu yerga qaysi payt kelasiz? Yo, faqat baliq tushayotganda kelasizmi? Ertalab har kuni kelaman. Har kuni kelasiz. Ertalab kelib, bitta nazorat qilib, kechqurun ishdan qaytganda ham bir kirib o'taman. Soat 12 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, 10 bo'ladimi, bir kirib aylanib chiqaman. Farqi yo'q. Telefonda ko'rib o'tirasiz kamerada. Telefonimda ulangan kameralari. Endi baliq boqishning siri eng nimasi, misol uchun siz agar qo'y boqsangiz, buqa boqsangiz, ot boqsangiz, uni ko'rib turasiz, jonivor semiryaptimi, ishtahasini ko'rib turasiz. Bu suv tagida bo'lgandan keyin buni ko'ra olmaysiz. O'shanga qarab qiyinroq buni boqish. Xo'p, aka mana aytyapsiz, birinchi yil bankrot bo'ldim deyapsiz. Baribir riskda bu hamma narsa. Necha pul zarar ko'rdingiz? Birinchi yil 10 mingni baklanlarga yedirib o'rganmiz. 10 ming dollarni baklanga yedirib oldim. 10 ming dollar shunday hovuzchi. Keldik, kelsak 400 ta 500 ta baklan to'y bo'lyapti. Balig'imiz hammasini yeb, yeolmaganini hammasini cho'qib, kechib ketgan. Ikkinchi yilimiz qanaqa bo'ldi? Ikkinchi yil endi oziqani noto'g'ri tanlaganimizga o'zi bilan o'zi chiqdi. Balig'imiz o'smay qoldi, narxi past bo'ldi. Baliq o'smasa qiltanaqi bo'ladi, uni xaridori kamroq bo'ladi, narxi past bo'lgani hisobiga o'zini pulini arang chiqardik, zo'rg'a chiqardik. Endi любой sohani boshlaganda avvalo birinchi ustoz ko'rmagan shogird emasdi, bekorga aytilmaydi. Ustoz olish kerak. Mana pugilka deydi. Propan gaz qo'yib o'sha baklanlarni cho'chtirishga qo'yib qo'yilgan. Bekordan beri kamera demadingiz, boyadan beri kamera dedingiz. Nima uchun aka? Bormi odamlar tushgani? Endi biznes boshida mana bu ko'rib turgan o'ralmagan edi, ochiq edi, boshqa edi. Endi kelgan, boshqa qilgan. Ish olmaganmiz. Ish olsak ham endi mahalla ko'ychilik indamaganmiz.
mayli deb turib, keyin hamma joyni o'rab, mana bunaqa kameralarni qo'yib, Bu birinchisida bo'lgani o'shanga kirgan ekanda значda. shunday, ha. Shuning uchun hozir har bitta mana 300 metrdan mashinani nomerigacha olib beradi o'zi. 300-400 metrdan odamning yuzini aniq kecha Hammasini kunduz beradi. olib beradi. ha. Telefon qilinglar, ruxsat beradi. Yaxshi inson. Kelasizlar, mazza qilib baliq tutasizlar, olib ketasizlar. Endi u birinchi marta keldimi, ikkinchi marta keldimi, uni hech kim aniq aytaman-ku, birinchisida o'sha bankrot bo'lib ketganmiz, o'shaning hisobidan ham baklan ham yeb ketdi, boyagi gap tagida baklanlar deb turib aytganim o'sha baklanlar bo'lganda. Ular qoplab olib ketadi. Qoplab, ha? Baklan 1-2 kilo yeydi ketadi. Ular qoplab olib ketishadi deydi-ku. Dachada bir aytdingiz-da. Dacha yo'ldan kelayotganda o'ng tarafimizda boya mana bu nima deb aytdingiz, keyin aytaman dedim, o'sha dachaga boramiz. Aka, bugun qatlaga olib borasiz mana. Ancha bizda joylarni aylanib ko'ramiz. Yuqori Chirchiqning eng yaxshi insoni, tadbirkor deysizmi, import deysizmi, kran ham bor ekan, kran bilan ham aloqasi bor inson. Baliqchi deysizmi, hammasini ko'raveramiz. Bu endi ikkinchi hovli desa ham bo'ladi. Yoshligimizda mana bu uy ota hovli bo'lgan. Bu uydan dadamlar 3 ta o'g'il, 3 ta qiz chiqqan. Fishkasi bor. Daryo o'qib o'tgan. Orzu bo'lgan shu joydan uchastka qilsak deb. Allohdan so'rashib bilish kerak ekan. Endi dachamiz 6 sotik. 6 sotik. Yana 6 sotik yana olganmiz bu yil. Yana olganmiz. Kamtarligini qarang, 6 sotik yana olganmiz. Pastini основной pastiga tapcham qo'yganmiz. Bitta banya qo'yganmiz. O'zi bu riskmi, bu ham risk emas. Risk qilganga baraka beriladi. Shu qo'rqish kerak emas, главный xato qilishdan qo'rqmaslik kerak deb o'ylayman. Faqat xatoni qayta qilishdan qo'rqish kerak. Ular Ahror akam, главный prorabimiz, usta bova. Shu joylarni barpo qilgan inson. Ideya bizdan qurib beruvchi odam. Necha xona bo'lyapti dachamiz? Tepasida 5 ta xona, yotoqxona, pastida zallari bilan 3 ta xona. Bu hammasi full variant. Bu high-tech variant, Qaytaga. high-tech variantda qilinayotgan stoyka qurilishimiz. Bu aslida kim uchun? O'zingiz uchunmi? Oilam uchun, Oila uchun. oilamga yaqin do'stlarim uchun. Boshqa begonadan kirmaydi. Endi ko'pchilik so'raydi, arendaga berib turasizmi deb, yoz mavsumida endi video qo'yamiz, hozir Instagram degan paydo bo'lgan. Yozda hatto bir kun ham bo'sh bo'lmaydi. Odamlar kelgan paytda biz ham dam olamiz. Naryoq boshqa kichkina o'zimiz tapchanimiz bor, o'sha yerga ko'chib olamiz. Necha pulga olganman dedingiz? 24 ming. 24 ming, ha? Xo'p, Jalol aka, bitta joyga keldik. Aytgan joyingizga. Bu yoqda xudo xolasa xalq xizmat qiladigan koshona restoran quryapmiz, to'yxona. O'shani ko'rgani keldik. Qurilish boshlaganimizga 1 yil bo'ldi. 1 yil davomida hali har kuni shu ish jarayoni ketib boryapti. Ustalar ishlayapti. To'yxonamizning nomi nima bo'ladi aka? Sir bo'lib qoladi. U sir bo'ladi, o'zi sir, qaranglar. Ochilganda hammaga ma'lum bo'ladi, o'sha paytda qo'yiladi. Xo'p, turgan joyimizda hozir yurgan paytimizda aytmasligingiz mumkin. Bu to'yxona qachon bitadi? Inshaalloh Allohning nasib qilgan kuni bitadi. Bir narsa deb ayta olmaymiz. 1 yil sal oshiq qurilish jarayonimiz ketib boryapti. Ana Nima uchun bu aka Juma bozor? Nega o'zingiz mahallangiz emas? endi Juma bozor bu hozir turgan joyimiz Yuqori Chirchiqda mas'ul sentrni bu tarafimizga O'rta Saroygacha 7-8 ta 10 ta mahalla, bu tarafimizga qarab 10 ta mahalla. Xullas sentrda, bu tarafimiz Krasnogorsk. O'shaning uchun sentr joy tanlab shu lokatsiyani olganmiz. Bu ham bir tadbirkorlikni bir yutug'i, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, hamma joyini o'zini turini topishish. Endi bunaqa joyda qurganda avvalo lokatsiyasiga qarab, o'shanga qarab binoni qurish kerak deb o'ylaymiz. Maslahatlar endi akalardan, ustozlardan maslahat olganmiz. Kerak, hamma kutayotgan savol. O'zingiz bilib tursiz. Bu to'yxonaga necha pul ajratdingiz? Ko'p. Qancha aka? Ayting endi. Hammasi bugun ochiqchasi shunday bo'ladi. Nollari ko'p deydi-ku. Nollari ko'p. Shuncha bormi? Shuncha ketdi hozir. Shunchasi ketdi hozir, ha? Ha, unda ayta olmaymizmi? Ayta Bu ham sirmi? Sir. Ha. Anaqalar bilan ishlayapsiz. Mashhur dizayner bo'lishi mumkin yoki qatlamlar narsa olib kelayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana bizni Ya, akam, ha? Assalomu alaykum. Akamiz, dizayner akamiz. Yaxshimisiz? Aka, ismim Maksim, 10 yillik tajribaga dizaynerman.
Nasib bo'lsa aka bilan yaqinda ishlab boshladik. Endi to'yxonalarim 10 dan ziyod. Teritoriyada nomer 1 to'yxona qurish niyatidamiz aka. Nasib bo'lsa. Narsalarimiz aslida 70% mahalliy. O'zal materiallar, 30% lyustralar, sveta, ashuna dizayn hammasi Xitoydan, Turkiyadan, posudalarimiz boshqasi shu yerdan olib kelishtiryapti aka. Xudo xohlasa ventilyatsiya, chiller hamma narsasi bu yerda o'tirgandan keyin hech qanaqa hid, unaqa narsalar bu yerda bo'lmaydi aka. O'zi ko'p to'yxonaga kirsangiz o'tirib bilmaysiz, kislorod yetmaydi, yoqimsiz hidlar, unaqa narsalar nasib bo'lsa shuni oldini olish uchun shu joyga bizlar ham 150 ming dollargacha rasxod qilyapmiz aka. Sizlar 150 ming dollar asfalt qilyapsizlar. Aka qilyapti, bizlar svetani asfaltini chiqarib beryapmiz, aka pulni beryapti. 150 ming atrofida. 150 ventilyatsiya polni mana shu joyni hammasi uchun. Xo'p, eng qiyin bo'layotgan narsa sizga nima bo'lyapti hozir? Jonlagan ko'ngilni topsam bo'ldi. Shu narsa qiyin menga, boshqa ishdan boshqasidan qiyin narsa yo'q aka. Ko'ningiz topdingizmi? Ko'ningni topdingizmi? Ha, bu kishi menga topdi, nima bu kishiga topishim kerak-da. Ko'pchilikka yoqadigan natijani ko'rsatish kerak edi. Shunday. Shu. Bu tarafimiz kelin-kuyov o'tiradigan joy, o'rtamiz katta transportniy zona bo'ladi. Bu yoqni ham proyektda spesial shunday qilganmiz, ko'tarib, erta mehmonlar spokойный hamma bir-birini ko'rib o'tirish uchun. Misol uchun stol ko'payib ketsa, u yoqda o'tirgan odam bu yoqni ko'rib bir nima bo'lmasligi uchun ham shu narsalargacha e'tibor qilingan ekan. Mana bu kolonnalarimiz ham, mana proyotlarimiz ham splashni yopilgan. Misol uchun bunaqa o'rtada stoyka, boshqa narsa yo'q. Ha. Bizlar buni bu kolonnalarni ham qo'ymasligimiz mumkin edi. Yopsak bo'lar, bu просто video uchun erta to'yxonani nimasini ochib beradigan narsa bu. Erta lakshri qilib, naqshlar qilib, misol uchun oldingi ko'p to'yxonalarga o'xshab bu joyda tiyaga, aboy, unaqa narsalar bo'lmaydi aka. Hammasi zamonaviy va zamonaviy, lakshri stilda neoklassika bilan ikki samestiv bo'lgan holda bo'ladi aka bu narsa. Aytavering, necha pul olyapsiz endi aka? Necha pul rasxod qilyapti sizga Javlon akam? Ha? Ko'p aka. Aka. Ha, qancha aytaveradi hozir aytmang deb boyada mana qilib turibdi. Endi ABC dizaynlardan 2 barobar ko'p pul to'layapti aka. Shunaqa bo'lyaptimi? Shunday. Siz necha oy vaqtda siz qilib bermoqchisiz? Mana srok olgansiz. Men 45 kun srok olganman. 45 kun. 40 kun. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? 5 kun bo'lsa ham raziysa. Endi bir oyga maksimal ish ko'rsatishga harakat qilaman aka. Nasib bo'lsa. Mana bu ko'rayotgan insonlar bor. Qarang-da bitta. Mana bu ko'rayotgan insonlar bor. Biz bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarimiz aloqaga chiqinglar. Sizlarni ham xuddi shunaqa qilib reklama qilamiz, o'z brendlarini qoldirib ketasizlar. Misol uchun chetdan kelgan mehmonlar ko'p ovoragarchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mehmonlar shu yerga kelib, bemalol joylashib, damini olib, erta chiqib ketaveradi. Butun O'zbekistonga bu yerda to'y o'tkazsa bo'ladimi hozir shunda? Shunday ekan. Deyarli qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistondan kelib, oddiy o'zimiz viloyatlardan ham kelib qiynalib yuradi. Bu yerda misol uchun shu narsaga ham sharoit yaratilgan ekan. To'yxona nomi sir. Bu sir. Kommentariyada yozinglar, обязательно to'yxona nomi nima bo'lar ekan? Javlon to'yxonasi bo'ladimi? Nima bo'ladi? Yozinglar. Yaxshi nom topganga qancha aka? Ketdi mana 200 dollarmi, 100 dollarmi? Nom arzon turmaydi. 500 dollar Javlon akadan kommentariyaga yozinglar. Kommentariyaga kirib Agar o'sha kishini nomini tanlab olsak, o'sha kishiga bog'lanamiz, 500 dollar mukofoti bor. Javlon akadan 500 dollar pul sizlarga. Kommentariyada yozinglar, to'yxonaga eng chiroyli ismni Javlon aka o'zi 500 dollar beradi. Hammaga qiziq bo'lyapti. Necha kishi ketadi bu to'yxonaga? Necha kishini sig'dirasizlar? Shu yerda mana ertaga bitta nechta odamga mo'ljallayapsiz? 500 kishiga mo'ljallayapmiz aka. 500. Birinchi to'y qiladigan odamga necha foiz skidka qilib berasiz? Birinchi to'y qiladigan odamga 20% skidkamiz bor. Hozir necha yoshdasiz? Hozir 37. 37 yoshida to'yxona. Risk bu ham, o'rtoqlar. Deylik, birinchi boshlagan ishingiz nima aka? Endi birinchi savdogarlik qilib, kartoshka sotganmiz. Kartoshka? Qop ko'targanmiz, dehqonchilik qilganmiz. Aha. Shu odamlar tarbiyasi bilan halol mehnat qilib harakat qilganmiz. Endi odamda orzu qilishdan to'xtamaslik kerak. Birinchi o'rinda endi odamlar u narsani menga o'rgatgan, yaxshi niyat qilib yurgan o'g'lim deb, niyatga qarab beriladi deb turib o'rgatilgan. Bu to'yxonani boshlashimdan oldin, boshlanishi ham menda unaqa vложение ham pulim ham bo'lmagan, boshqa ham bo'lmagan, to'yxona orzu bo'lgan u paytda endi. Lekin to'yxonam bo'lsa kelajakda, shunaqa yaxshi tadbirkor bo'lsak-da to'yxona qursam degan niyat bo'lib yurgan. Orzu qilib yurib 3-4 yilda Malibu olganman. Malibuyimni endi 3 oy, 2 oy binganimda men bu to'yxonani yeri sotiladigan bo'lib qolgan. O'sha paytda Malibuyimni sotib, hech kimga aytmasdan, odamlarga ham aytmasdan sotib olib, yerni olib, keyin odamlarga aytganman. Ada shunaqa ish qildim.
Malibuni sotib. Malibu sotildi, bitta uchastka oldim dedim. Nimaga olding uchastka desa, to'yxona qilamiz kelajakda deb turib, yer olib qo'yilgan. 4 yil, 5 yil oldin. Necha sotli joy? 65 sotiq bo'lgan joyimiz. Aha. Hozir 65 sotiq. U paytda endi 40 mingga olganmiz endi. Umumiy budjeti necha pul? Bu yerda. 1 Loyiha. million. 1 million dollarlik. Bu nechinchi biznesingiz? Tak. Birinchi biznesim endi o'sha kartoshkachilik, bizaniki. Ikkinchi biznesim xolodilnik bo'lgan. Aha. Uchinchi biznesim ko'l bo'ldi. Endi bu 4-biznes. Javlon bo'lgunizcha, bu 4-biznes ochgunizcha nimalar bo'ldi? Endi ko'p narsalar bo'lgan. Yurganmiz, el kezib, yurt kezib, Qozog'istonlarda. Siz ham oddiy ishlab yuribsiz, boyvacham bolasi emassiz. Qissada 1 so'm pulsiz ham chiqib ketib, harakat qilganmiz, shogird tushganmiz. Ustozlardan ko'p narsani o'rganganmiz. O'shaning orqasidan endi главный доверие topganmiz, ishonch topganmiz. O'sha ishonch orqasidan ko'p ishlarni qabul qilib, ishlab shu darajaga yetib kelyapmiz sekin-sekin. Xo'p, kimdan motivatsiya olasiz? Oddiy misol. Odamlardan. Yaqin o'rtog'ingiz bormi hozirgi kunda yo faqat uydagilarmi? Endi erkak kishining do'stlari ko'p bo'ladi, yaqinlari kam bo'ladi endi. Baklanga o'xshagani yo'qmi? Yo'q. Unaqalar kelib ketgan. Unaqa periodda o'tdik. Jalol aka, men eshitishim bo'yicha birinchi haydagan mashinangiz Jiguli ekan. Jigulida Jiguli, ha? 01 kopeyka 01 kopeyka. teglari chirib ketgan. Fotograf xizmati ham qilganmiz to'ylarda. 5 minutlik foto deb turib pochchami nimalarda ishlaganmiz. Unaqa narsalar, срочный fotoda ham ishlaganmiz. Toshkent viloyatida ko'p. O'zingizni toptaman deb o'ylaysizmi? Yo'q. Harakatdan to'xtagan kuni o'lganing. Aslida birinchi boshlagan biznesimiz kartoshkani qanaqa tushayotganlari, vagon temamizga borib bir ko'rib, yo'qlarni bir aylanib ko'rib ketamiz. Baliqxonaga olib bordi, dachaga olib bordi. Endi kartoshkaga bordik, ha? Mayli. Ketdingmi? Yuring. Yana bitta ko'zim tushayotgan narsa. Bu xolodilnik dedingiz. Kran nima qilyapti? Aytamanki, og'aynimiz kran olib kiradi Xitoydan, birinchi qo'l. Endi og'aynimiz boya ta'kidlab o'tganimdek, kran biznesi bilan shug'ullanadi. Mamut yigiti mana bu Sulton deydigan og'aynim, yaqin og'aynlarimning bittasi. Xitoydan pryamoy, birinchi qo'l. Olib kelib berish, kerak bo'lsa zakaz qilib berish, tayyorlarini ham, yurilganlarini ham sotish, bashinli kran boya. Bez limitmi? Bez limit, Bez limit. Liboy payt telefon qilsa bo'ladi. Eng ishonchli qo'llardan. Qanchalik qo'lingiz bor? Mana, qo'l yetadigan darajada. Og'ayningiz ko'tarilsa, sizga ham yaxshi bir sohada. Kranni yoniga qo'shib Xitoydan bir texnika bo'lsa, og'ayni, menga ham texnikani qo'shib yubordi desangiz, o'sha partiyada sizga olib kelib beradi. O'sha taraflama bir-birimizga yordam berib yuramiz. Nechta tonnalik xolodilnik aka bu? Jami 6 kameradan iborat, tonnasiga keladigan bo'lsak 1000 tonna mahsulotni saqlab bera olamiz. Endi faqat birinchi kameramiz bu muzlatkich hisobida qurilgan. Go'shtni ham bemalol saqlab beraveramiz. Mana hozir endi bu yoqda plusga ham ishlayveradi bu, minusga ham ishlayveradi. Bu yoqda endi boyaga aytgan birinchi biznesim kartoshka. Kartoshka! Xo'p, kartoshka. Javlon akaning birinchi ishi. Kartoshkadan ko'tarilganmiz. Kartoshka. Sklad. Nechta tonna bor? Hozircha 150 tonna bor, atak sig'imi 200 tonna hosil mahsulotni saqlab beradi. 200-250 tonnagacha. Bu ham bir odamnikimi yoki hammasi jam bo'lganmi? Bu endi birga ishlaydigan tadbirkorimiz joy so'ragan, o'shanga arenda hisobida berib turibmiz. Bu bizning kartoshka emas, bu Rossiyadan kelgan kartoshka. Sizniki qayerda aka? Sizniki vagonda. Vagondami? Vagonda. Vagonni ham ko'ramizmi bugun? Inshaalloh nasib, vaqtimiz yetsa. Voy. Xo'p, ikkinchi konteynerimiz nima bor bu yoqda? Ikkinchi kameramiz hozircha bo'sh. Mana kamera bo'shagandan keyin yuvib, chayib, dezinfeksiya qilib, keyingi mahsulotga tayyorlab qo'yib qo'yiladi. Bo'ldi. Mana kirib ko'rsanglar. Zo'r. Kameramiz polni sendvichdan qilingan. 10 santimetrlik, plotность 40, eng sara mahsulotlar ishlatilgan. Mana fenimiz. Necha sotilli joy? Taxminan 30-33 mi shunaqa. 30-33 sotiq chiqadi. Endi sotig'ini aniq bilmayman, endi kadastr hujjatlarini ko'tarsak bilamiz. Ha, o'sha bilmayman deyapti. Nech pul ketgan ekan bu yoqqa? Bunisiga. Kameramizga taxminan 300 ming dollar ketgan. Jami bitishigacha xolodilnikimizga. $300 ming ketgan. Hisoblab boryapsizlarmi? Bekorga aytmayapman.
oxirida sizlarga tezroq narsa aytaman. 3-kameramizda nima bor? Boya ko'rsatilmaydigan narsalarimiz ham bor deganmiz. Yana kartoshka. Kartoshka. To'g'risida kartoshka bilan boy bo'lgan inson shunaqa bo'ladi. Mana ko'rib turganda har bitta kamera koridorimizni o'zi ham gradus ushlab tura oladi. Bu +5 gacha ushlab turadi. Misol uchun mahsulotingizni olib chiqdingiz, +3 ta turgan mahsulotni +40 ga olib chiqsangiz, ustida kondensat hosil qiladi. Xolodilnikdan suvni ham olib chiqsangiz, usti terlab qoladi-ku. O'sha terlaganda ertaga mahsulotni buzadi. Buni olib chiqamizda gradusni asta-sekin koridorda pasaytirib, ko'tarish kerak bo'lsa ko'tarib beramiz. Mahsulot tashqaridan kirgan paytda muzlatib, yonidagi nimasiga olib kirib qo'yiladi. Sizdan muammo umuman chiqmaydi. Yo'q. Siz tomonidan klientlar Kameralar har bir kameradan chiqayotgan mahsulot kim olib chiqib ketdi, necha nomerli mashina olib chiqib ketdi, hammasi ko'rinadi. Mana hammasi ko'riladi. mana bu kameramiz mashinaning nomerini oladi, fiksatsiya qiladi, mana bu kameralarimiz qaysi mahsulot chiqib ketyapti, qaysi mashinaga ortilyapti, hammasiga qo'yiladi. Bu dargoh katta dargoh. Buni orqasida sabzi yuvib, nimalarga, korzinkalarga kirgan bo'lsangiz, yuvilgan sabzilar bor. Chang bo'lmaydi, kimdir endi shaharliklar chang ushagisi kelmaydi, yuvilganini oladi. To'ppa-to'g'ri, men ham shunaqa qo'layman. O'shanga sabzimizni yuvadigan apparatimiz bor, orqa tarafimizda. O'shani bir ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu apparatimiz samodelniy, internetlarga qarab, ustalarga aytib zakaz berganmiz, yasatganmiz. Narigi chekasida mahsulot solinadi, barabana orqali kelaveradi, suv berib turiladi. O'z-o'zidan aylanganda, stiralniy mashinka aylanganda keladi, yuvilgan mahsulotni mana buni ochib olsangiz, toza bo'lib chiqadi. Toza mahsulot chiqadi mana o'zi. Yuvilgan mana bunaqa top-toza bo'lib chiqadi. Qo'y. O'zi maydasini, boshqasini olib, keyin bu joyga, toza joyga boshqatdan nima qilib, chayib, mahsulot fasovka qilib, keyin jo'natamiz. Menga bitta yoqqan tarafi bor-da. Hamma biznesingiz mahallada ekan. Birinchidan, hozir shahar probka, shaharda yerlari qimmat, bu joylar arzon. Nima bo'lsa, o'zimiz mahallaga bo'lsa ham, shu ishchilarni mahalladan olib, mahallamizda qoladi. Kichkina summalar shu yerda hal bo'lar ekan. Qo'y, nolari bor edi. Xo'p, Jalol aka studiya mana ofisda shu yerda ekan. Ofis. Kalkulyator shu yerda ekan, glavnisi. Men kalkulyatorga ko'zim tushdi. Bilamiz. Tashakkurnomalar nimaga? Endi faol tadbirkori hokim bobomizdan. Hokim bobomizdan. Bittasi maktabdan. Shu maktabga ham qarab turamiz. Maktabga ham oldin qilamiz, to'g'rimi? Xo'p, bu yerda ko'rayotganimni esda olinglar. Har xil davlatlarga borganimizda olingan suvenirlar. Nechta uyingiz bor? O'zingizda? Ikkita. Boya ko'rsatganim. Bittasi shu boya yashab turgan uyim, ikkinchisi boya qurilayotgan uyim. 4dan beri endi ota kasb bu. Bizni otamiz rahmatli kartoshka ekkan, dehqonchilik qilgan. Biz dehqonchilik bizni qonimizda bor. O'sha orqali o'sha kasbga sekin-sekin kirib ketaverganmiz. Birinchi 1 gektar, 2 gektar ekkanmiz. Keyin sekin masshtab ko'paytirganmiz. Keyin olib sotishga o'rganganmiz. Endi biz dadam ham katta tadbirkor, Qozog'istonlarda shu Pokistonning kartoshkalari, mandarinlarini sotib, shu dadamlardan o'rganib, otizin toy bosar degandek, o'shalarni duosi bilan yuribmiz. Hozir kartoshka ekkan ma'qulmi yoki sotgan ma'qul? Olib sotganda oson. Tezroq ham daromadga chiqasiz, tezroq ham bankrot ham bo'lib qolishingiz mumkin. Javlon aka nechta xotini bor? Bitta-yu yolg'iz deydi-ku yagona. Bitta. Hamma qiziqda edi, biznes bor edi, mashina bor edi. Oila bitta. Qimor o'yinlari bor. Qimor o'yinlari. O'zi o'ynab turasizmi? Men umumda o'ynamaganman. Bu narsalarni harom deb o'zi ko'rsatilgan biz dinimizda. Eng ko'p qarzi bor odam qancha? Endi ismini aytish shart. Ismini ayta olmaymiz. Mayli. 50 ming oshiqda qarzi bor odam bor. Aldashdan boshlangan ish har doim yakuni yaxshilikka olib kelmaydi. Adam birinchi, men adamdan ko'p narsani o'rganganman. Adamlarning gapida yolg'on gapirmagan, boshingga qilish kelsa ham, nima bo'lgan taqdirda ham yolg'on gapirmagan. Bitta yolg'on, ikkinchi yolg'on, uchinchi yolg'on, to'rtinchi yolg'on, beshinchi yolg'on bilan ketaveradi. Shu bilan odam o'zini avtoritetini, obro'sini tushirib qo'yadi. Shu bilan unga hech kim ishonmay qo'yadi. Endi hozir risk qilmasa, biznesda любой sohada tavakkalchilik qilmasa daromadi kam. Agar tavakkal qilmaydigan bo'lsa, siz nachitda risk kimgadir beryapsiz, risk kimdir qilyapti, o'shaning orqasida u ko'proq daromad ko'radi. Потому что u odam risk qildi, tavakkalchilik qildi. Endi riskda ham
aqlli risk bor, aqlsiz risk bor. Boyagi aqlsiz risk hech kimdan maslahat so'ramasdan, o'zicha o'zini g'oyasini to'g'ri deb turib, ko'r-ko'rona bosib ketaveradigan odamlarni 90-95% jardan yiqilib tushadi. Javlon aka, bu xonada nima bor? Pulmi? Bu xonada pul emas, Ha? buxgalteriyamiz bor, direktorskiy xonamiz bor. Kirsak bo'ladimi? Mayli. Ha. Bemalol, qani kiringlar, marhamat. Bu xonamiz Hamma narsa shu yerdami deyman-da o'zi. ha, shu joydan endi buxgalteriyalar, firmaning buxgalteriyasi shu joydan boshqariladi. Buxgalterimizni stol-stullari. Bu taraf direktorskiy. O'zingiz O'zimiz joyimiz. Xonamiz. Ko'rsak bo'ladimi? Marhamat. Kiring. Xo'p, mana kirdik. Boya aytgandek, hamma kameralar shunda ulantirsa kerak. Ha, Mana shunga ulanadi. Ha. Hamma joy xohlasam pul ko'raman, Aha. xohlasam to'yxonada stroyga ketayotganini ko'raman, xohlasam xolodilnik ichida ko'raman. Mana bu joyda ham polniy xolodilnikimizni ichi, tashqarisi, orqa taraflari hammasi ko'rinib turibdi. Mana boya o'tgan koridorlarimiz. Xo'p, hammaga qiziqdi. Javlon aka seyf xatdalida. Uni aytmaydi lekin. Yo'q, aytishim mumkin. Seyf hozirgi zamonaviy biznesmenda seyf yo'q. Ko'p bor. Pul yo'q. Yaxshi biznesmen nafaqat o'zi, birovni pulini ham ko'proq aylantirib foydalanishi kerak deb o'ylayman. Menimcha. Xuddi shunday. Hammasi hisob. Xo'p, sizga savol. Kartangizda qancha pul bor? Aniq bilmayman, ko'rish kerak. Taxmin qilib ko'ringlar. Taxmin qilib ko'ringlar. Qancha deysiz? Ko'rsatmasak bo'ladi. Javlon akada qancha puli bor ekan kartasida? Hammaga qiziq. Operatorlarga ham qiziq bo'lyapti. 15 millionda taxmin qilyapti. Yo'q, uncha emas. Qani ko'ramiz. Faqat главный счёtingizni ko'rsating-da. Yo'q, bitta. Bu 650 millionmi yoki men 6,5 million ko'ryapman? 6,5 million, 6,5 million. 6,5 millionmi? Kundalik xarajat. Endi ana счёtini ko'rsatmay qo'ya qolaylik. Akam o'zi aytgandek. Bu tugatdik. Endi qayerga endi? Endi shaharga boramiz. Shaharga. Vagon keladi. Mana shu boya kartoshka, основной sohamiz kartoshka degan. Kartoshkalar qatga tushadi, qanaqa qilib respublikaga tarqatiladi. Ozgina tushuncha berib keta olamiz. Ketdingmi endi? Mayli. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Javlon akani qanaqa bizneslarini ko'ryapmiz. Javlon aka qayerga keldik hozir? Respublikamizga kartoshka tarqatiladigan joyga keldik. Xo'p, yo'q hech kim endi. Bu qaynam Temur, o'ng qo'lim. Ishonyapsiz. Shu kartoshkani polniy respublikaga tarqatadigan bizni vakilimiz. Yo'qchi, ha? Yo'qchi. Hammasi, значит, o'ng qo'lingiz. O'ng qo'lim, ha. O'ng qo'lingiz. Necha million yotibdi bu yerda? Yoki milliard? Aytolmayman. Summani hisoblab. O'zi hisoblab bo'lmaydigan darajaga chiqdik, o'rtoqlar. Boya nollar ko'p edi. Endi hisoblab bo'lmaydigan darajaga chiqqanmiz, o'rtoqlar. Temur, bitta zakaz qilganda necha tonna yoki nechta vagon zakaz qilasizlar kartoshkani? Bitta zakaz qilganda shu minimum 10 vagon, 15 vagonda. Bir vagonda qancha chiqadi? Bir vagonda 68 tonna keladi. 68 tonna kartoshka. Xo'p, buni qayerga tarqatasizlar? Shu vagon keladi. Vagonni inspektorlarimiz ochib beradi. Inspektorlar ochib bergandan keyin shu butun O'zbekiston bo'yicha shu viloyatlardan vakillar keladi o'zlari. O'zlari kelib shu kartoshkani obrazetsini ko'rsatamiz. Shu yerdan местный mashinalarni chaqirib, ortib yuklab olib ketishadi. Eng uzoq qayerdan zakaz qildinglar? Eng uzoq shu Rossiyada. Rossiya. Belorussiya, Rossiya, Pokiston, Qozog'iston. Pul farqi yo'q. Farqi yo'q. Faqat kelsa bo'ldi. Kartoshka Farqi kelsa yo'q. bo'ldi. Xo'p. Bu yoq ham sizlarga qarashlimi yoki naryoqda ko'rib turgansizlarnikimi? Naryoqdagilar. Ketib ko'ramizmi unda? Davayt. Necha yildan beri bittasi Temur? 2017-yildan beri. 2017-yildan beri. Boya Javlon aka bilan gaplashgandik. Temur o'ng qo'lim. Hamma pul Temurda bo'ladi. Men prosta borib beraman, bo'ldi dedi. Shu rostmi? Endi xo'jayim yo'q. Ha. Shularning orqasidan shular shogird tushib shularga hammasini o'rgatgan o'zi. Kim bitta narsa eshitdim-da, boya. Oyligingizni ham aytib qo'ydi-da menga. Oyligingiz qanchaligini ham aytib qo'ydi. O'sha rostmi? Rost bo'lsa kerak. Nima deganim? O'sha necha pul edi oyligingiz? Ha? Sir bo'lsin. Bu ham hammasi sirri. Xo'jayin ham sir qiladi, bu yoq ham sir qiladi. Noli ko'pmi? Yo, har pul anaqa sifrlari ko'pmi? Bor, Xudoga shukr, yetadi. Yetadimi? Yetadi. Qora qozon qaynayapti. Ha, qora qozon. Mayli, unisi ham. Xo'p, bugungi hozir nechta vagon tushiryapmiz kartoshka? Bugun Xudo xolasa 5 ta vagon ochganmiz. 26 ga, to'g'rimi?
har hafta keladimi yoki har kuni har kuni vagon olib har kelasiz? kuni minimum 4 ta 5 ta vagon ochamiz har kuni. Xo'p, viloyat hamma joyga tarqatasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab. Delik kartoshkani narxi sizlar qo'yar ekansizlar unda. Endi shu vazada Sekund. ko'pchilik bilan chiqadi. Aha. To'rt, Timur. Konkret sizlarga konkret kim? Bormi? Endi bu konkurentda bo'lmaydi-yu, Bormi, lekin baribir bo'ladi, libo ishda bo'ladi, misol konkurentda bo'lmaydi. Bozor bu. bozor. Bozor. Xo'p, Timur. Bu yoqni sekretlari bor ekan, rosa. Sir degan narsasi bor ekanda. Boya kartasida pulni ko'rdik-da. Paymisga shunday kirdik, kartasiga pulni ko'rdik. Siznikidan bitta ko'raylik. Ko'rsamizmi? Ha? Siznikidan ko'p. Bitta ko'raylik, hammaga qiziqdi. Mana ish, mana xo'jayinni kartasida puli ko'rdik, 600 million puli bor ekan. 600 million puli bor ekan. Paymisga shunday kirdik. Sizda qancha bor? Bizda uncha emas. Mayli, bitta ko'rsating. Dilantirasiz. Faqat ana ishlayotgan kartangizni ko'rsating. Mana. Qancha bor deb o'ylaysiz? O'zingizga ko'rsatadi. Mayli, o'zingizga ko'rsatadi. O'zingizga ko'rsatadi. Prosta qancha bor deb o'ylaysiz? Kommentar shunday yozing, men sizlarga aytaman. Slabi, o'rtoqlar ishoninglar, Slabi. 100 million pul Slabi, 600 million turibdi. O'rtoqlar, Slabi ekan. Boya xo'jayingiz aytdi-da, pulni qayerda saqlaysiz desam, naqd pul yo'q dedi. Naqd pul yo'q dedi. 100% realizatsiya. Ha, hammasi variantga beramiz deyapti, boshqa narsa qilamiz deydi. Hamma pul Timurda dedi. Bilmayman Timur nima qilyapti. Menda ham emas, klientlarda ham. Hisoblab bering, qancha bor u yerda? Bo'lmaydi hisoblab. Elda xizmat, elda Ha. bu kartoshkasi. Buyoqqa kelgan hamma o'ziga yarasha kimdir 2 vagon, kimdir 5 vagon, kimdir 10 vagon olib kiradi. Bu respublikamiz chetdan ta'minoti chetdan kartoshkani. Toshkent viloyatini tadbirkor, import, eksport hamma bo'yicha yetakchilardan bittasi. Shu yergacha yetib kelaman deb o'ylaganmidingiz? Niyat bor edi. Allohdan so'raganmiz. Allohim so'raganimizni berdi. Shu joylarga keldik. Maqsad bulardan ham o'tib ketish. Seli vagon olish qachon niyat? Malika olgandirmiz deydik. Kartasida nasib, 600 million pul bor odam oladi lekin. Oxirgi joyimiz qoldi. O'tga qancha tikdingiz endi? Qayerga? Boradigan joyimizga. Ozgina tikib boramiz. Ozgina. Davron aka, yana qayerga olib keldingiz? Endi bu o'zimiz mahallada mana kurash klubi ochganmiz. Ha. Xudo xolasa 10 oydan oshdi. 1 yil bo'lyapti. Mana trenerlarimiz kurash klubiga olib keldik sizlarni. Klubimizning nomi bugundan boshlab bolalar Jasur klub bo'ldi. Jasur Mart yigitlar bo'lsin deb klubimizning nomi o'zgardi. Klubimizning nomida ichida endi kurash ham bo'ladi, xudo xolasa, keyinchalik boks ham bo'ladi. Yana sport turlarimiz ko'payaveradi. Shu Jasur klub bo'lyapti. O'sha Jasur klub bo'lganiga, klubimiz nomi o'zgarganiga forma tiktirganmiz. Xudo xolasa mana bu bo'lajak chempionlarimizga atab yangi yilga endi ozgina ulgurmadik, bolalarimizga taqdim qilamiz. Davron aka, Jasur kurash klubi kimdan chiqdi ideyasi? Endi kurash klubi ideyasi o'zimdan chiqdi. Keyin hamda mana bu sportchilarga Jasur bo'lsin, Mart bo'lsin degan ma'noda Jasur sport klubiga almashtirdik klubimiz nomini. Klub yana kengaygan bo'lsa, qayerdan joy oldinglar? Open byudjetdan yutdinglar menimcha. Mana bu yilgi 2025 dagi open byudjetni mahallamdagi bolalar, faol bolalarimizni birgalikda yutib chiqdik. Maktabimiz orqasida ozgina tashlandi bo'sh joy yotuvdi. O'sha joydan yangi sport zalga joy ajratilgan. Razmerlari ham katta. 30 ga 18. Bu yoqda 8 ga 20 zdaniyamiz bo'lsa, bu yoqda 30 ga 18. Yuvinish, kiyim almashtirish xonalari, hammasi bor, usloviyalarning hammasi bor, trenerlik xonalari. Xo'p, bu materiali zo'r ekanda. Boyagani xaladiligingiz bor edi, sizdami? O'sha yerda tikuv anaqasi, o'sha tikmasmi? Yo'q, ochmaganmiz. Bu materialga kelsak, bu materialni imенно sportsmenlar, professional sportsmenlarning formasini materialdan tiktirganmiz. Unda zo'r. Bolalarimiz mazza qilib, o'zlari kiyib, o'zlari to'zdirsin deb. Bular xil chempionlar hammasi shu yerdan chiqar ekan. Xudo xolasa, inshaalloh 3-4 yilda O'zbekistonni bayrog'ini ko'tarib chempion bo'ladigan yigitlar shu yerdan. Bugun ko'rgan videolarning hammasida raqamlar bu hazil edi. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Hammasi hazil edi. To'ppa-to'g'ri. Ha, videomiz qiziq bo'lsin dedik. Xo'p, sizga savol. Bugungi xulosangiz.
Endi bugungi videoni intervyuni berishdan maqsad Aha. xudo xohlasa yoshlarimizga sal o'rnak bo'laylik, to'g'ri yo'lni qo'limizdan kelguncha ko'rsataylik, o'rnak bo'laylik degan maqsadda. Sifralar boyagida aytganday hammasi hazil. Nima deymiz? Mana bu bo'lajak chempionlarimizga omad tilaymiz, bo'lajak biznesmenlarimizga ham omad tilaymiz. Xudo xohlasa shu yurtimizda yaxshi bolalar, yaxshi yigitlar, chempionlar, yaxshi tadbirkorlar ko'paysa, yurtimiz ravnaqi bundan ham oshaveradi. Xudo xohlasa kelaverasizlar. Aka, Temurdagi shotni aytib ketaymi? Ichim ko'rmadi lekin. Mayli. 1,5 million so'm ekan. Sizga rahmat. Bir kun vaqtingizni bizga ajratdingiz. Nima deymiz? Biz bilan ishlamoqchi bo'lganlar shu raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan ishlashdan to'xtamaymiz.